Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Videomiz boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu siz uchun 5 soniya vaqt olishi mumkin. Lekin bu bizga kanalni rivojlantirish uchun katta imkoniyatdir. Hurmat bilan Saidulloh status kanal egasi. Marhamat, tomosha qiling. Kimdir sizni sog'inishi uchun qorong'u psixologiyasi. Videoni oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Har doim mavjud bo'lmang. Agar siz ularga doimiy ravishda SMS yuborsangiz yoki qo'ng'iroq qilsangiz, hayotingiz yo'qdek tuyuladi. Ularga sizni sog'inish imkoniyatini bering. Agar siz doim u yerda bo'lsangiz, ular sizning yo'qligingizni his qilmaydi. Diqqat tuzog'iga tushmang. Agar ular tezkor kulgich yoki tasodifiy xabar yuborsa, darhol javob bermang. Pauza bilan 3-4 soatda javob qaytaring. Shunda ular siz javob bergunizcha tinmay sizni o'ylay boshlaydi va javob berganingizdan keyin ham. Agar siz juda sabrsiz ko'rinsangiz, ular tezda qiziqishni yo'qotadilar. O'zingizdan xursand bo'ling. Ularsiz ham to'liq va baxtli ekanligingizni ularga ko'rsating. Sizning hayotingiz ular bormi yoki yo'qmi? Qiziqarli va qiziqarli bo'lishi kerak. Ishonchli va xarizmatik bo'ling. Ishonch juda jozibali. Agar siz o'zingizga ishongan va maftunkor bo'lsangiz, odamlar tabiiy ravishda sizning atrofingizda bo'lishni xohlashadi. Agar mavzuyimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa va ushbu mavzuning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, izohga ikkinchi qismi deb o'z fikringizni yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Keyingi videolarimiz chiqqanda birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Bu mavzuga qiziqadigan tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Sizlar bilan Saidulloh status kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.